Men adım Aslan. Men Saran qalası turgunuman. Ultum Türk. Saran qalasida mektepke bardim, kollejni bitirdim. Men qozaq tilini 7-sinfdan boshlab o'qidim. So'zim turli konkurslarga qatnashdim. Men hozirgi vaqtda barbershopda жұмыс istayman. Juriniz жұмыс yerimni ko'rsatayım. Men Qozog'istonda turganlikdan qozog'chani o'rganim keldi. So'zim mening bari ko'p do'stlarim qozoq bo'lgani uchun ularga qozog'cha so'zlaganimda kelib qozog'chani o'rgandim. O do'stlarim kelib menga meni shashaldıradi. So'zim o do'stlarim men birga futbol o'ynaymiz, ko'rsangiz har kuni. Qozog'cha so'ylaganda ular quvonadi. Bizning basimizda barimiz qozog'cha so'ylaymiz. Türk tili ve Kazak tili birbirine o'xshash bo'lgani uchun men Kazak tilini o'rganib qiyin bo'lmadi. Türk Kazak bir tugan.